Bugungi mavzu aldegidlar va ketonlar. Bularni umumiy bog'lab turuvchi bitta xossasi bor. Bu ham bo'lsa karbonil guruhning mavjudligi. Karbonil guruh deb mana shu narsaga aytiladi. Karbonil guruh. Mana bu karbonil guruhning ikkita radikallarni birlashtira oluvchi bog'lari nimalarni birlashtirganligiga qarab turib aldegid yoki ketonligini bilsa bo'ladi. Tushunyapsizlar? Agar shu ikkita bog'ning ikkalasiga ham uglerodlarga ega bo'lgan radikallar bog'lansa, ular keton bo'ladi. Agar karbonil guruhning bitta bog'iga uglerodli radikal, yana bitta bog'iga esa vodorod biriksa-chi, nima bo'ladi? Aldegid bo'ladi. Nima ekan bu? Aldegid. Tushunarlimi? Agar mana bu ham vodorod bo'lsa-chi, bu nima? Xato. Bu aldegid. Aynan aldegid bo'lish uchun mana bunaqa funksional guruh ko'rinishi kerak sizlarga. Hozir shu yerda bormi? Bu tomonida ham bormi? Bu tomonda ham bormi aldegid guruh? Demak, aynan buning nomi chumoli aldegid deyiladi va aynan chumoli aldegidda ikkita aldegid guruh bor deb sanaladi. Qolgan barcha aldegidlarda bitta aldegid guruh bor. Bitta shu chumoli aldegidda ikkita aldegid guruh bor deb hisoblanadi. Ketonlarda keton guruh yoki ikkita keton guruh, uchta keton guruh degan narsa yo'q. Faqat bitta keton guruhi bor mana. Ya'ni bu ham bo'lsa karbonil guruh. Karbonil guruh saqlagan birikmalar ikki xil toifada bo'ladi. Keton va aldegid. Tushunarlimi? Keton bo'lishi uchun mana bu uglerodga ikkita uglerodli radikal birikishi kerak. Hech bo'lmaganda bittasi yoki ikkalasi ham vodorod bo'lsa, u aldegidga aylanadi. Tushunarlimi? Aldegidlarning va ketonlarning umumiy formulasi bir xil. CnH 2n kislorod o'zi. Bu aldegidlarning va ketonlarning umumiy formulasi. Yana o'zlaringni noqulay his qilyapsizlarmi? Dars yozilayotganiga. Bu sizlarga hech qanday aloqasi yo'q bo'lgan narsa. Sizlar o'zlaring bemalol his qilib, faqat doskaga qarab turaveringlar. Mayli? Bu sizlarga hech qanday aloqasi yo'q. Karbonil guruh tushunarli bo'ldimi? Aldegidlarning nomlanishi. Birinchisi formaldegid. Keyingisi chumol aldegid.
metanol. Tarkibida mana shu oldingi tarkibda nechta uglerod bor? Hozir bitta, to'g'rimi? Shuning uchun o'sha bitta uglerod saqlagan alkan nomiga oxiriga al qo'shimchasini qo'shib aytamiz. Bu sistematik nomenklatura bo'yicha nomlash. Mana bular esa trivial nomenklatura bo'yicha nomlash hisoblanadi. Tushunarlimi? Keyingisi buning tuzilishi bundan ozgina farq qilyapti-ku. Kislorod U tomonga qiya holatda yozdi. Yana ikkalasi ikki xil modda ekanini tushunmanglar. Mana bu kislorod aslida tepada turib, vodorod to'g'rida yoziladimi yoki shunday qanchaga o'xshatib yoziladimi, farqi yo'q. Tushunyapsizlarmi? Ikki xil modda ekan deb o'ylab qolmanglar. Buning birinchi nomi asetaldegid. Asetaldegid. Keyingisi sirka aldegid. Keyingisi nechta uglerod bor? Ikkita. Birinchi uglerod sifatida aldegid guruhdagi uglerod qaraladi. Bu esa ikkinchi. Nima ekan bu? Etan. Ikkita uglerod bo'lgani uchun al. Nima ekan bu? Etanol. Etanol bu sistematik nomenklatura bo'yicha nomlash. Qolganlari trivial nomenklatura bo'yicha nomlashdagi nomlar. Buni nomini sistematik nomenklatura bo'yicha nima deb ataymiz? Butan. Trivial nomenklatura bo'yicha esa moy aldegid. Bu aldegid nomlanayotganda qanday nomlanadi? Qaysi uglerod birinchi deb hisoblanadi aldegidlarda? Karbonil tarkibidagi uglerod birinchi uglerod. 1 2 3. Bu yerda pastga qarab zanjirni davom ettirsak 4 tagina bo'lib qoladi asosiy zanjirda. Agar to'g'riga davom ettirsak 5 6 7. To'g'ridagi emas, 5-ugleroddan keyin pastga qarab yo'naltirsak ham asosiy zanjirda nima bo'ladi? 7 ta uglerod. Baribir 7 ta bo'ladi. Shu yerda hozir to'g'riga yoki pastga asosiy zanjirni uzaytirish farqi bormi, yo'qmi? Farqi yo'q. Yaxshi. Buning nomi nomlanayotganda asosiy zanjirni raqamlab bo'ldim. Endi radikallarning ismini raqamlari bilan birgalikda yozib olish kerak. Unda nima bo'ladi? Buni aytsam? Uzr. 3 4 5 6. Shunda bu yoqqa kelsak ham 5 6. Bu. Shunda qaysi bir radikal birinchi aytiladi ismi? Etil. 4 etil. 3 etil. Keyin nechta uglerod bor asosiy zanjirda? 6 ta.
geksanal bo'ladi. Tushunarlimi? Agar oldigidan ko'ra muhimroq bo'lgan funksional guruhlar qo'shilsa bunga, unda oldingi guruh radikal deb hisoblanishi mumkin. Tushunarlimi? Misol uchun oldigidan muhimroq bo'lgan funksional guruh bu karboksil. Shunda bu birinchi uglerod deb qaraladi. Bu yerda bunday funksional guruh qo'shilgan bo'lsa, buning ismi shunda radikal sifatida qaraladi. Chunki asosiy zanjir bu esa asosiy funksional guruh, bu esa qo'shimcha funksional guruh. Nomlanayotganda yoki moddaning sinfi aniqlanayotganda karbonil funksional guruhi emas, karboksil funksional guruhiga qarab turib moddaning sinfi aniqlanadi. Shuning uchun bu asosiy deb qaraladi. Bu esa formil radikali deb ataladi. Formil radikal deyiladi. Agar radikal sifatida chiqarishimiz kerak bo'lsa, formil radikal deb hisoblaymiz. Bular radikal bo'lishi aniq. Asosiy zanjir qaysi tomondan raqamlab boshlanadi? O'ng tomondan 1, ya'ni aldegid funksional guruhining, ya'ni karbonil, biz boyagi misollarda ko'p ishlayotgan abituriyentcha tilda aldegid guruh, keton guruh deb nomlab ketamiz. Aslida karbonil funksional guruh. Karbonil funksional guruhdagi uglerod birinchi uglerod deb qaraladi. Bu 1 bo'lsa, bu 2, 3, 4, 5. To'g'ri yozibman? Qolib ketmadimi? Buni nomlayotganimda birinchi radikallarning ismini yozib olayotganda har doim o'rgatganimdek alifbo tartibida yozamiz. Shunda xlor birinchi yoziladi, metil. Metil 3, metil 4, xlor, pentanal. Tushundingizmi? Yaxshi. Xo'p, menimcha aldegidlarning nomlanishida muammo yo'q. Ketonlarning nomlanishi qanday bo'ladi? Hozir men yozib bo'lgan zahoti birdan o'chiryapman. Agar mana shuni doskani to'liq holatda ko'rib, nimanidir yozib olmoqchi bo'lsalaring, videoni shunday to'xtatib qo'yib, bemalol ko'chirib olsa bo'ladi, bilasizlar. Sizlarga muammosi yo'q buni. Hozir kimnidir doskaga chiqarishim ham mumkin. Balki tanib ketishni istaganlar bordir. Buning birinchi nomi aseton. Keyin esa nechta uglerod bor? 1, 2, 3.
non. Ikkini yozsak ham bo'ladi, yozmasak ham bo'ladi. Nima uchun yozsak yoki yozmasak farqi yo'q. Kim aytadi? O'zi faqatgina o'rtadagi uglerod karbonil bo'la oladi, to'g'rimi? Va karbonil bo'la oladigan uglerodlar mana ikkita chetdagi uglerodlar ham bo'la oladi. Lekin ular karbonil bo'lsa, unda keton bo'ladimi? Yo'q, keton bo'lmaydi. Aldegid bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Chunki karbonilning ikkita tomonida ham uglerodli radikal bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Keyingisi bundachi? Raqamlash kerak. 1, 2, 3, 4. Nima uchun o'ng tomondan 1 deb boshladi? Kislorod emasda bu. Nima? Karbonil funksional guruh. Bu nima? Mana bu uglerod. Kislorodli mana shu uglerod. Karbonil funksional guruh. Karbonil funksional guruh yaqin tomondan raqamlanadi. Agar bu tomonda turganda qaysi tomondan raqamlanadi? Chap tomondan. Agar o'rtada bo'lib qolsa-chi? O'rtada bo'lolmaydi, chunki 4ta-ku. 4ta bo'lgancha o'rtada bo'la olmaydi. Agar 5 ta uglerod bo'lib asosiy zanjirda o'rtadagi 3-uglerodda karbonil funksional guruhi hisoblansa, unda qaysi tomondan raqamlanadi? Farqi yo'q. Qachonki uzun zanjirda boshqa radikallar bo'lmasa, agar radikallar kirib kelsa, radikallarning yaqin uzoqligiga, agar ular ham teng bo'lsa, soniga, ular ham teng bo'lsa, ularning oddiy yoki murakkabligiga qaraladi. Bunda butanol butanol 2 desak ham bo'ladi, 2 demasak ham bo'ladi. Butanol 3 bormi yo'qmi? Yo'q. Chunki 3 ga o'tkazsak bir tomondan raqamlanadi, 2 ga yana o'tib qoladi. To'g'ri. Agar buni 3 deb hisoblab karbonil guruhni bunga o'tkazadigan bo'lsak, unda bu tomonga yaqin bo'lib, baribir nechinchi uglerod bo'lib qoladi? 2. Agar birinchi uglerodni karbonilga aylantirsam, unda nima jarayon bo'ladi? Nima bo'ladi? Aldegid bo'lib qoladi. Agar birinchi uglerod karbonil guruh bo'lsa, u aldegid. Yo 2, 3 va hokazo davom etsa, u keton bo'ladi. Bu bilan nima farqi bor? Bu butanol, bu ketanol. Farqi shunda. Sizlar o'ylamagan, kislorod tepaga bo'lib turibdi, unda pastga bo'lib turibdi, shundan farq qiladi. Yoki bo'lmasa yana raqamlash jarayonlari va hokazo. Bundan emas, shunchaki uglerodlar soni ko'p, bunda butanol, bunda ketanol. Bo'ldi. Mana bu kislorodni qanday holatda joylashtirish muhim emas. Karbonil guruhni tanib olsalaring bo'ldi. Qaysi tomondan raqamlaymiz? Farqi yo'q. Qaysi tomondan raqamlasak ham karbonil uchun bir xil raqam mos keladi. 1, 2, 3, 4, 5. Pentanon necha? 3. Shuni yozishim shartmi yo'qmi? Shart. Nima uchunligini hozir aytaman sizlarga. Bu ikkalasida nima farqi bor? Bunda ikkinchisida, bunda uchinchisida joylashgan. Karbonil guruh nechinchi uglerod ekanligi bilan farq qiladi. Bular o'zaro nima hisoblanadi? Izomer hisoblanadi. Chunki faqat tuzilishi jihatdan farq qilyapti bu. Tushunarlimi? Umumiy yig'ma formasi, brutto formasi bir xil bo'ladi. Buning nomi 1,
2, 3, 4, 5. Pentanon 2. Tushunarlimi? Radikallar kirib kelsa, qaysi bir tomondan raqamlashni va radikallarning ismi alifbo tartibida aytilishini hamma biladi. Yaxshi. Unda aldigitlarning olinishi. Nima uchun aldigit bilan ketonlarni bir vaqtning o'zida o'tib ketyapmiz? Chunki aldigit bilan keton bir-biriga eng yaqin bo'lgan moddalar sinfi. Shuning uchun ularni bemalol bir vaqtning o'zida tushuntirib ketish mumkin. Olinish usuli yoki kimyoviy xossalarni bir vaqtda tushuntirib ketsa bo'ladi. Misol uchun bu nima? Etil spirt. Nima ekan bu? Etil spirt. Agar buni biz 2 oksidi ishtirokida oksidlasak, etanol yoki sirka aldigit va suv plus mis hosil bo'ladi. Ochiq havoda olib borilganda, ya'ni idish reaksiya borayotgan idish yopiq bo'lmasdan ochiq holatda olib borilsa, havodagi kislorod bilan bu misning qayta reaksiyaga kirishidan yana mis oksid hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan mis 2 oksid esa yana qaytadan ushbu reaksiyani davom ettirishi mumkin. Shu sababli ochiq havoda olib borilganda ushbu oksidlash reaksiyasi uzluksiz davom etadi. Buni bilishdan ko'ra eng muhimi, birlamchi spirt oksidlanganda aldigit hosil bo'ladi. Ikkilamchi spirt oksidlanganda esa keton hosil bo'ladi. Misol uchun CH3 CH3. Bu nechilamchi spirt? Xato. Ikkilamchi spirtligini qayerdan bilamiz? OH birikib turgan uglerod. Yana nechta uglerod bilan bevosita bog'langan? Ikkita, mana shu ikkita uglerod bilan bevosita bog'langan. Shu sababli bu uglerod ikkilamchi uglerod. Ikkilamchi uglerodga OH birikkan bo'lsa, demak bu ikkilamchi spirt deyiladi. Ikkilamchi spirt mis 2 oksidi bilan oksidlanganda keton hosil bo'ladi. CH3 CH3. Buning nomi nima edi? Propanon. Nima ekan? Propanon. Tushundilaringmi? Agar birlamchi spirtlar oksidlansa, mis 2 oksid ishtirokida aldigit, agar ikkilamchi spirt oksidlansa, keton hosil bo'ladi. Yoki Kucher reaksiyasi. Kucher reaksiyasida asetilanga suv ta'sir ettirilganda simon 2 plus ion ta'sirida vinil spirt hosil bo'ladi. Bu oraliq mahsulot. Tushunarlimi? Vinil spirt bu oraliq mahsulot. Qo'shbog' bilan bog'langan uglerodlar OH funksional guruhini ushlab tura olmaydi va qayta guruhlanish reaksiyasiga kirishib, bundan
aldegid hosil bo'ladi. CH3 C tushunarlimi? Bu Kucherov reaksiyasi. Agar biz atsetilenga simon plus 2 ion ta'sirida suvni biriktirsak, aldegid hosil bo'ladi. Lekin atsetilendan boshqa alkinlar, misol uchun CH3 propinga suv ta'sir ettirsak, Markovnikov qoidasi bo'yicha vodorod kamiga OH bor birikadida, vodorod ko'piga vodorod borib birikadi. CH3 C OH CH bu oraliq mahsulot. Bu yana qayta guruhlanish reaksiyasiga kirishib CH3 C qo'sh bog'li kislorod CH3. Mana bu bitta bog'i uzilib pi bog'i uzilishi hisobiga, e'tibor beringlar, sigma bog' emas, pi bog' uzilishi hisobiga ikkita valent qo'llar hosil bo'ladi. Unda bu vodorodni o'sha valent qo'llarning boshqa uglerodiga bersak, unda mana bu qo'l ochiq qoladi. Bu va mana bu qo'llar o'zaro birikib aseton hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Qanday jarayon bor? Xo'p. Menimcha hamma tushunda. Mana shunday jarayon bor. Bu Kucherov reaksiyasi. Ya'ni alkinlarning gidratlanishi hisoblanadi. Galogenli hosilalardan olinishi bor ekanki, agar birlamchi uglerodga ikkita galogen birikkan bo'lsa, unga suv ta'sir ettirib, kislotali muhitda suv ta'sir ettirib yoki ishqoriy muhitda ta'sir ettirishimiz ham mumkin. Gidrolizlanadi shu modda suv ishtirokida. E'tibor beringlar, buni mexanizmi mana bunday bo'ladi. Xlor, OH, OH kelib xlorning joyiga tursa, mana bu OH ning joyiga xlor keladi. Xlor vodorodni biriktirib H xlorga aylanib chiqib ketadi. Joyiga xlorning joyiga OH keladi. Bunda ham xuddi shunday. OH xlorning joyiga keladi. Xlor esa mana bu OH dan qolgan vodorod bilan H xlor bo'lib reaksiyaga kirishib ketadi. Shunda hosil bo'ladi mana bunday ikki atomli spirt. Ammo bunday tuzilishdagi ikki atomli spirt juda ham beqaror bo'ladi. Ya'ni bitta uglerod ikkita OH ushlab tura olmaydi. Bu bitta suv chiqib ketishi oqibatida aldegid hosil bo'ladi. Shunda ikkita suv ta'sir ettirilyapti, bitta suv chiqib ketyapti. Shunda ikkita suv ta'sir ettirib, bitta chiqarib yuborgandan ko'ra to'g'ridan-to'g'ri bitta suv ta'sir ettirganimiz ma'qulroq bo'ladi. Shuning uchun mana bu ikki yo'q. Mexanizmni tushundilarga. Ikkita vodorodni ikkita xlor olib chiqib ketadi, H xlorga aylanib. Oq kislorod esa mana bundagi ikkita xlor uchun sarflanadigan bog'ga kislorod olib bog'lanadi. CH3 C. Ikkita xlor chiqib ketganda qolgan ikkita qo'l,
Bunga kislorod birikdi. Mana bu esa oldindan o'zida mavjud bo'lgan vodorod. Bu nima edi? Sirka aldiga yoki etanol. Tushunarlimi? Gidroliza tushunarli bo'ldimi? Shuning joyiga yana nima qilish mumkin? Aynan shu moddaning o'zini ishqorning suvli eritmasini ta'sir ettirish orqali. Agar ishqorning suvli eritmasini ta'sir ettirsak, spirt hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Ishqorning suvli eritmasini ta'sir ettirib ko'ramiz. SH3 CH xlor. Suvli eritma. Tushunarlimi? Suvli eritma ta'sir ettirilganda mana bu ikkita kaliy, ikkita xlorni olib, kaliy xlor tuzini hosil qiladi ikkita. Va o'sha ikkita xlorning joyiga xuddi mana bu yerdagi mexanizm bo'yicha OHlar kelib joylashadi. To'g'rimi? O'sha joylashgan OHlar mana bu yerdagidek beqaror birikmani hosil qiladi va u suv chiqarib yuborib barqaror birikmaga, ya'ni sirka aldegidiga aylanadi. Tushunarlimi? Qiyin emas bu mexanizm. Eslab qolish kerak. Kaliy OHning suvli eritmasini ta'sir ettirib ham digalogenli hosilalardan aldegid olish mumkin yoki gidrolizdan suvning o'zini ta'sir ettirib ham aldegid olish mumkin. Asosiysi bu yerda nima ta'sir ettirayotganimiz emas. Ikkita galogen qaysi uglerodga birikkanligi muhim. Agar birlamchi uglerodga ikkita galogen birikkan bo'lsa, bundan aldegid olish mumkin. Agar ikkilamchi uglerodga ikkita galogen birikkan bo'lsa, unda keton olinadi. Keton olishning mexanizmi ham xuddi shunday jarayon bo'ladi. Ya'ni bitta uglerod ikkita OH ushlab tura olmaydi va bitta suv chiqarib yuborish natijasida bunga xohlasak bitta suv, xuddi boya ko'rsatganimdek mexanizm bor edi. Xohlasak buni o'rniga kaliy OHning qanday eritmasi? Suvli eritmasini ta'sir ettirib keton olishimiz mumkin. Agar suvning o'zini ta'sir ettirsak, qanday mexanizm bo'ladi? Qaranglar. Uglerod skeleti bo'yicha tekshiraman, tushuntiraman. Xo'p, xlor, suv esa mana. Xlor vodorod bilan nima hosil qiladi? H xlor. Mana bu xlor ham vodorod bilan H xlor hosil qilib, ikkita xlorid kislota hosil bo'ladi. To'g'riroq xlorid kislota emas, vodorod xlorid. Chunki u suvdagi eritmasi bo'lsa, xlorid kislota bo'ladi. Mana bu kislorod ikkita bo'sh, ya'ni bog' hosil qilmagan valent elektronlari bilan mana bu yerdagi ikkita bo'sh qo'llarga, uglerod qo'llariga bog'lanadi. Va nima hosil bo'ladi bundan? Aseton, ya'ni propanon. Trivial nomi aseton, sistematik nomi esa propanon. Tushunlarga qanaqa mexanizmda borishi reaksiya? Yaxshi. Agar kaliy OHning suvli eritmasini ta'sir ettirsak, unda
ikkita kaliy OH. Xlorlar kaliy bilan birikadi, OH'lar esa xlorning joyiga keladi. Mana bu xlor ham kaliy bilan birikadi, OH esa xlorning joyiga keladi. Ikkita kaliy xlor plus birinchi ikkita OH. Bitta uglerodni ichida OH ushlab tura olmasdi. Ikkita OH ushlab tura olmasdi. Unda bitta suv chiqarib yuborsak, mana bu bitta vodorod va bitta OH. Shunda suv chiqib ketdimi? Mana bunda bitta qo'l, bunda bitta qo'l, ikkalasi o'zaro bog'lanib pi bog'ni hosil qiladi. Tushunarlimi? Qiyin emas-a? Yaxshi. Kimyoviy xossallari aldegidlarning qaytarilishi. Aldegidlar qaytarilishi degan aldegidni nimani oksidlab olgan bo'lsak, qaytarganimizda xuddi o'sha moddani hosil qiladi. Eslab qolinglar. Agar aldegidni qaysi moddani oksidlab olgan bo'lsak, o'sha moddani hosil qiladi qaytarganimizda. Misol uchun birlamchi spirt. Tushunyapsizlar? Birlamchi spirt oksidlanganda mis 2 oksid orqali aldegid hosil bo'ladi. Agar o'sha aldegidni vodorod ishtirokida qaytarsak, birlamchi spirt hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Buning nomi umumiy holatda aytadigan bo'lsak, birlamchi spirt. Bu esa aldegid. Aldegidlarni vodorod ishtirokida qaytarib birlamchi spirt olinar ekan, birlamchi spirtni mis 2 oksid ishtirokida oksidlab nima olinar ekan? Aldegid olinar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, ketonlar. Ketonlarda ikkilamchi spirt. Ikkilamchi spirtni mis 2 oksid ishtirokida oksidlaganimizda keton agar ketonni vodorod ishtirokida qaytarsak, keton bu esa ikkilamchi spirt. Tushunarlimi? Ba'zi holatlarda mana bu oksid qaytaruvchi vodorodni olish uchun bizga nima ko'rsatadi? Qarang. Bu reaksiyada nima hosil bo'ladi? Temir 2 xloridi va vodorod hosil bo'ladi. O'sha qaytaruvchi vodorodni shu reaksion aralashmaning o'zida hosil qilishga harakat qiladi, chunki atomar holatda vodorod kuchliroq qaytaruvchi bo'ladi. Ketonlarning olinishida yana bitta reaksiyasi bor ekan. Sirka kislotadan katalizator
alyuminiy oksidi va toriy. Adashmasam toriy edi oldingi adabiyotlarda. Hozir bu yerda faqat alyuminiy oksidini o'zini bergan. Aseton plus karbonat alyuminiy plus nima? Adashmasam shunaqa edi. Tenglashtirilganda bitta OH bilan bitta karboksid chiqib ketishi kerak, to'g'rimi? Kislorod 4 ta, bu yerda 4 ta, vodorodlar 6, 8. Menimcha reaksiya teng bo'ldi. Bu reaksiyani ham eslab qolish kerak. Juda ham yashirin joyda desa bo'ladi. Mana bu aseton degan alohida band bor. O'sha aseton degan bandning ichida og'zaki aytib ketgan, reaksiyasini yozib ko'rsatilmagan. Shunchaki aytib ketilgan xolos. Endi ketonlar bilan aldegidlarning bir-biridan farqi nimada degan savolga kumush ko'zgu va mis ko'zgu reaksiyalariga kirishishi yoki kirishmasligidan farq qiladi deb aytasizlar. Misol uchun bir-biri bilan izomer bo'lgan sirka sirka aldegidiga izomer bo'lgan keton yo'q. Eng birinchi keton aseton yoki propanol, to'g'rimi? Unga izomer bo'lgan aldegid propanol bo'ladi. Propanol bilan aseton aralashmasi desa, demak bitta umumiy formulaga mos keluvchi ikki xil sinf vakillari aytilayotgan bo'ladi. Ular aralashmasini qanday bir-biridan farqlash mumkin desa, kumush ko'zgu, mis ko'zgu reaksiyalari bilan ajratish mumkin deb aytasizlar yoki masalalarda ham o'zi shunaqa reaksiyalar keladi. Buni eslab qolishlari kerak. Faqatgina aldegidlar kumush ko'zgu yoki mis ko'zgu reaksiyalariga kirishadi. Tushunarlimi? Ketonlar esa bunday reaksiyalarga kirishmaydi. Hozir aldegidlarning mis va kumush ko'zgu reaksiyalariga yozib ko'rsanizlarga buni eslab qolinglar. Organikadan tushishi mumkin bo'lgan savollarning asosiy qismi aldegid, keton degan mavzulardagi moddalardan tushishi mumkin. Yoki kumush ko'zgu, mis ko'zgu reaksiyasi faqat aldegid yoki keton degan mavzuda emas, uglevodlar mavzusida asosiy masala tuzish effekt hisoblanadi. Chunki glyukoza mis ko'zgu, kumush ko'zgu reaksiyasiga kirishadi. Asosiy masalalar turi bu mavzularda ham mis ko'zgu bilan kumush ko'zgu reaksiyalar. Aldegid kumush ko'zgu reaksiyasi bilan kirishganda qanday bo'ladi? Kumush oksidi bilan aldegid reaksiyaga kirishadi. Aldegiddan karbon kislota hosil bo'ladi va mana bu ikkita kumush hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan ushbu ikkita kumush reaksiya borayotgan shisha idish devorlariga yopishib, ko'zguga o'xshagan odam yoki boshqa har qanday narsani akslantiruvchi ko'zgu hosil bo'ladi. Oddiy shisha bilan ko'zguni farqi bor, bilasizlar. Oddiy shishaning ikkinchi tomoni ko'rib turadi, ya'ni to'liq ko'rib turadi. Ko'zguning ikkinchi tomoni emas, faqat qaysi tomonidan qarasak, o'sha tomonidagi narsalarni aksini ko'rishimiz mumkin. Menimcha ko'zguni qizlar yaxshiroq biladi. Hammadan ko'ra doimiy yonida olib yuradigan asosiy buyumlardan biri ko'zgu. O'sha ko'zguning orqa tomonida akslantiruvchi, ya'ni jismning tasvirini o'zida
akslantiradigan metal qoplagan bo'ladi. O'sha metal qoplanishi mana bu reaksiyada hosil bo'lgan kumush zarralari idish devorlariga birdaniga yopishib olib ko'zga hosil bo'ladi. Shuning uchun buni kumush ko'zgu deydi. Oddiyroq qaraydigan bo'lsak, kumush oksidi bilan aldegidni oksidlab, karbon kislota va kumush hosil qilib qo'yamiz. Shuni kumush ko'zgu deydi. Tushunarlimi? Mis ko'zgu reaksiyasi qanday bo'ladi? E'tibor beringlar. Bir mol aldegid necha mol kumush oksidi bilan reaksiyaga kirishyapti? Bir mol. Hosil bo'lgan karbon kislota necha mol bo'ladi? 1 mol bo'ladi. Hosil bo'lgan cho'kmaning moli necha mol bo'ladi? 2 mol. Cho'kma bu yerda nima hisoblanadi ekan? Kumush. 2 mol massasi 216 gram bo'ladi. Tushunarlimi? Mis ko'zgu reaksiyasi. Mis ko'zgu reaksiyasida yangi tayyorlangan mis-2 gidroksid ta'sir ettiriladi. Bunda sizlar tushunishlaring uchun osonroq bir yo'lni ko'rsataman. Qaranglar nima jarayon bo'ladi. Shu ikkini qayerdan olib kelib qo'yayotganini tushuntiradi. Mis-2 gidroksidi bitta OH'ni olamiz. Tushunyapsizlar? Bitta OH'ni olib, o'sha OH'ning kislorodini va vodorodini alohida ajratamiz. Tushunarlimi? Mana bu gidroksid esa mis bilan alohida o'zi qoladi. Shunda ikkovini alohida ajratib olganimdan keyin xuddi shunday yana mis-2 gidroksidni olib bu birga qoladi, mis-1 gidroksid bo'lib, buni ham xuddi shunday mana buni ajratib olamiz. Shunda mana bu vodorod ikkinchi mis-2 gidroksidning bitta OH'ga ta'sirlashadida suv ajraladi. Tushunarlimi? Suv qanday ajralayotganini tushunyapsizlarmi? Mana bu kislorod nima bo'ladi desa, bu kislorod bu yerga borib joylashadi. Shunda radikal karbonil edi. Bu yerda vodorod bor edi-ku. Bu kislorod kelib joylashdimi? OH ga aylanib karboksilga aylanadi va plus nechta mis-2 gidroksid sarf bo'lyapti? Qaranglar. Ikkita, demak bu yerda 2 qo'yamiz. Nechta mis-1 gidroksid hosil bo'ladi? Ikkita mis-1 gidroksid hosil. Agar biz mana shu reaksiyani qizdirish yo'li bilan olib borsak, mana bu mis-1 gidroksid o'ta beqaror modda bo'lganligi uchun ozgina qizdirganimizdan parchalanib ketadi-da, nima modda hosil bo'ladi? Qaranglar. Mis-1 gidroksidi parchalanib, mis-1 oksidi va suv hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Bu ikki reaksiya teng bo'ldi. Qizdirish yo'li bilan amalga oshirilganda bu qanaqa rangga cho'kmaydi? Sariq rangga cho'kmaydi. Buchi qizil. Agar qizdirsak, buni yo'q deb hisoblaymiz. Qizdirmagan holatda shuni hosil qilamiz. Agar qizdirsak, mis-1 oksidi hosil bo'lib, mana bu bitta suvni bunga qo'shib yuboramiz. Tushundilarmi? Qizdirganimizda mis-1 oksidi cho'kmaga tushadi. Ana endi sizlarga savol. 1 mol aldegid necha mol mis-2 gidroksid bilan reaksiyaga kirishadi? 2 mol. Shunda necha mol karbon kislota hosil bo'ladi? 1 mol. Hosil bo'ladigan cho'kmaning moli qancha? 1 mol. Molyar massasi qancha buni? 64, 128, 16, 144. Eslab qoling. Masala ishlatganda juda ham kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Mis ko'zgu, kumush ko'zgu reaksiyalar tushunarli bo'ldimi? Endi oxirgi ko'rinishi yonishi.
CnH2 plus kislorod. Nechta uglerod bor? Demak, karbonat angidrid ham endi vodorod suv hosil qilganda 2 entaydi, uni 2 ga bo'lib yozib olamiz. Chunki mana bu yerda 2 bor. Endi kislorodlar enta 2 enta jami 3 n. To'g'rimi? Bu yerda kislorodlar 3 n bo'lsa, bu yerda bitta kislorod bo'lganligi uchun o'sha jami kislorod atomlarining miqdori 3 n dan 1 ni ayirib olamiz. 3 n minus 1 bo'ladi. Uni keyin mana bu yerda indeksda 2 bo'lgancha 2 ga bo'lib yozib olamiz. 1,5 n minus 0,5. Mana bu aldegid yoki ketonlarning umumiy yonish formulasi. Tushunarli-a? Keyin mana bu bog'lar, uglerod vodorod bog'lari va bu qanday bog' hisoblanadi? Uglerod vodorod bog'lari shu yerda qutbli kovalent bog'. Qutbli kovalent bog'. Uglerod o'rtasida bog' bormi yo'qmi shu yerda? Bor. Aldegidlarning ikkinchi vakilidan boshlab barchasida uglerod o'rtasida bog' mavjud. Va bu bog' qanday bog' hisoblanadi? Qutbsiz kovalent bog' hisoblanadi. Tushunarli? Sizlarga savol. Agar qutbsiz kovalent bog'iga ega bo'lmagan aldegid desa, qaysi aldegidni nazarda tutayotgan bo'ladi? Metanol, ya'ni chumoli aldegid bo'ladi. To'g'ri. Keyin uglerod kislorod o'rtasidagi bog'. Bu qanday bog'? Qutbli kovalent bog' bo'ladi. Tushundilarmi? Yaxshi. Qutbli kovalent bog'. Keyin chumoli aldegidi bilan mis ko'zgu, kumush ko'zgu reaksiyasi 2 barobar ko'proq. Chumoli aldegiddan boshqa aldegidlarga nisbatan chumoli aldegidda 2 barobar ko'proq sarflanishi bilan farq turadi. Hozir oddiy aldegidlarga 1 mol kumush oksidi yoki bo'lmasa 2 mol mis gidroksid sarflanyaptimi? Chumoli aldegidga shundan 2 barobar ko'proq. Bitta chumol aldegidiga 2 mol kumush oksidi, bitta chumol aldegidiga 4 mol mis gidroksidi sarf bo'ladi. Tushunarlimi? Yaxshi. Yana kumush oksidining ammiakdagi eritmasining yana bir turi bor. Aslida umumiy holatda yozilishi kerak bo'lgan turi, buni hozir yozib ko'rsataman. Bu yonish formulasi tushunarli bo'ldi, qayerdan keltirib chiqarayotgan. Xo'p. Sirka kislotlar bo'yicha yozib ko'rsatay sizlarga. Bu kumush oksidining ammiakdagi eritmasi deyiladi. Bunda CH3 karboksil va karboksil emas, to'g'riroq uning ammoniyli tuzi plus kumush. Mana shu narsa qayerdan kelayotganligini tushuntiraman. Qarang.
oldin ham tushuntirganman buni. Boshqa guruhlarga tushunmaganlar bor. Mana bunday tasavvur qilsak bo'ladimi yo'qmi? Bu sal murakkab ko'rinyapti sizlarga. Bu soddaroq ko'rinyaptimi? Shuni 2 barobar ko'paytirib olsam bo'ladimi? 2 barobar ko'paytirib mana buni parchalab olaman. Suv plus nechta ammiak bo'ladi shunda? 4 tami. Tushunyapsizlar? Kumushdan nechta bo'lish kerak ekan kumush oksidiga aylanishi uchun? 2 ta. Mana bu yerda kumush nechta? Bitta. Demak, buni 2 ga aylantirish uchun bu yerga 2 qo'yamizmi? Kumushlar 2 ta bo'ldimi? O'sha xuddi mana shu kumush oksidining ammiakdagi eritmasi shu ko'rinishdan agar 2 ta bo'lsa, oxirida bitta kumush oksidi hosil bo'ladi. O'sha bitta kumush oksidining ichidagi kislorod mana bu yerga kelib joylashadi. Karboksil guruhni hosil qiladi. Reaksiyadan 4 ta ammiak hosil bo'lish kerak-ku. Shuning bittasi reaksiyadan hosil bo'lib turgan karbon kislota bilan birikib amoniyli tuz hosil qilishi mumkinmi? Mumkin. 4 tani bittasi bu yerga birikib qolgan bo'lsa, nechtasi chiqib ketadi? Bu yerda kumushga necha bo'ladi? 2. Suvdan bu yerda nechta hozir? Bitta. Plus tushunarli bo'ldi? Qanday mexanizmda borishi? Kumush oksidining ammiakdagi eritmasi. Endi mana bu qismni o'chirib tashlayman. Menimcha hamma tushundi. Oson reaksiya mexanizmi. Oddiygina tushunamiz. Mana bu kumush, mana bu OH kumushga tegishli bo'lgan ammiaklar ligand sifatida kirib kelyapti. Ammiakni yo'qotamiz, kumush gidroksid. Yoki yana bitta tushunishning soddaroq yo'li, mana bu ammiaklar umuman yo'q deb hisoblasak, kumush gidroksid. Buni ikkitasidan kumush oksidi va suv hosil qilish mumkin, to'g'rimi? Ana endi mana bu kumush oksidini mana bu yerda ko'rdik-ku, qanaqa jarayon bo'lganini. Mana bu kislorod kelib vodorodning yonidan OH ga aylanadi va karboksidga aylanib ketadi. Tushunyapsizlarmi qanaqa jarayon bo'lishini? Menimcha kumush ko'zgu reaksiyasi, mis ko'zgu reaksiyasi sizlarga tushunarli bo'ldi. Agar savollaringiz bo'lsa beraveringlar. Aldegidlarning ichida aynan fenol bilan birikib fenol formaldegid simoli hosil qiluvchi modda bor. O'z nomini bilan aytib turibman, fenol formaldegid. Demak, chumolaldegid yoki formaldegid deyiladigan modda fenol bilan polimerlanib simoli hosil qiladi. Xo'sh. Fenol plus CH2O bu nima ekanligini bilasizlar? Tuzilishi mana bu tuzilish. Tushunarlimi? Xo'p, mana bu yerlarda vodorodlar bor, buni ham bilasizlar. Ikkita vodorod bor edi. O'sha ikkita vodorod yo'qoldi. Nimani hisobiga? Mana bu kislorodning hisobiga. Bu kislorod bilan o'sha ikkita vodorod reaksiyaga kirishib suv bo'lib chiqib ketadi. Mana bu yerda mana CH2 dan kislorod chiqib ketdi. CH2 ning o'zi qoldimi yoki mana bu? Tushunyapsizlarmi? Bu qanaqa birikadi? Xo'p, CH2 bo'ldi va mana kislorodga sakrab turgan ikkita qo'lni mana ikkita yon tomonga chiqaramiz. O'sha bir tomonidagi bu bilan birikib CH2, bir tomonda mana qo'l. Mana bu qo'l ham bor.
shunday davom etib ketaveradi. Smola, ya'ni polimer. Enter. Demak, bundan enter, bundan ham enter. Tushunarlimi? Shunda enter suv ham hosil bo'ladi. Bu fenol formaldegid smola deyiladi.